Hem de doktor hem de bu iki devletninki harbiy kuchini biraz so'zlash bakaydı. Hem de nurg'un Hindiston degan dunyodagi eng ko'p nüfusga ega bir davlat bo'lishi bilan uninki armiyasiningki soni u bu narsa ko'p bo'lishiga qaramay bu qatim kutilmagan shaklda bakshapilaq yeb ketdi deb albatta har ikkili davlat biz utdiq biz g'alaba utdamidiq deb o'zining rasmiy nimalarida e'lon qilgan bilan amaliyotdagi bu ko'rinishda Pokiston kuchli bo'lgandek nimani ko'ryapmiz hamda ham abay so'zingizni deb o'tdingiz hatto men nimaga qaragan vaqtimda bilgan Pokistonniki shu armiyasi ichidagi 80% qurol Xitoy yasagan qurollar deb buni o'qidim men hamda Xitoymi o'zining qurollarini raketalarini buni toza ishlatib olgan bo'ldi buni hamda harbiy ikkisiniki harbiy kuchini selishtirish bilan birga bu bundan keyin yani mesela qandaq bir Xitoyga nisbatan nimalar bo'lishi mumkin hamda bu o'zini propoz qilib olgan bo'ldi hamda Xitoy g'arbning qurollarini men yangdim deb Aşındak bir ahval var. Bulupman şu Xitay'ınki bazı matbuatlarında ve bulupman sosyal medyada pek kızıp git vardı. Çünkü Xitay'ın kuralları birinci kıtım g'arbliklarninki kurallarını yengib aldı deb aşınanga hoşal bulup pek adab kit vardı hamdı. To'g'ri Xitoy burunga qarag'an chaqda kural seviyesi yükseldi. Bunun nurg'un sebepleri var. Birisi bu Sovyetler yıkılıp düşkenden keyin bazı Rus alimlarni Xitoyga chaqirib apirib bu mayli aeroplan bo'lsin, mayli normal bizning bilgan konsept bu nima konvensiyonel kurallar yani normal kurallar deyli. Bu kurallarni ishlab chiqarishdi. Ondan keyin bu Ukrayna'nın nurg'un şu injenerlarni, kural injenerlarni Xitoyga davet qilgan. Xitoy bir chetdan şu Rusiyadan kurallarni olgan chaqda aeroplan bo'lsin, qolgan kurallar bo'lsin, buni bir chetdan izlanib, ondan keyin buni o'zgartib, o'zininki kurallarga ekegan. Bundan boshqa şu g'arb davlatlarininki kurallarni ilişki tırışkan. Xil yollar var. Misalga deyli 98'de Amerika şu Taliban'a karşı bu roketini atkan vaxtıda birisi patlamagan. O patlamaganını şu Xitay'ınki münasebetlik şu injenerler deyimiz, mütehassisler deyimiz kilip aşını tadqiq qilgan. Taliban o vaqtdagi Taliban hükümeti bunlarga yardım qilgan hamdi. Şununla bu bunundan başka misalga xalqarada chiqqan jurnallar misalga şu kural teknoloji bilan münasebetli jurnallardan üyelgen. Misal 99'da Xitoyninki bu boshqarilgan bombanınki bir rokete bir bombani to'shiydi. Deydi bir roketninki necha nima bombani to'shalamdi. Shuningga bu 5'ning ichida yana cho'ng bombaning ichida yana ushaq bombalarni qilib bo'lamdi deb shu texnikni o'rganmagan, ama uni shu Amerikadan chiqqan bir jurnaldan o'rgandi. Ondan başka misalga bazı tekniklerini iliş için, kural teknolojini iliş için aşında şirketlerinki pay çekini sitüyle o şirketin şirki buluyla o şirketinki teknolojileri gibi iyi boğa ahval var. Ondan başka şu hemimiz bilgendek istihbarat casusluk yollarlar izlenir. Yani xil kanaldan, xil yoldan izlenip özüge has bo'lgan bir xil kural sistemini yaratgan bo'ldi. Hindistonga qarasak, Hindiston burundan tatib Sovyetlarninki kural sistemi dedi. Hammamiz bilamiz, soğuk jang vaqtida dunyoda ikki kural sistemi bor, cho'ng. Birisi bu NATO'ninki kural sistemi, birisi Sovyetlarninki kural sistemi. Bu ikki kural sistemi
bir-birisiga heavy köstüp, bir-birisini tamponlaştırıp tuğan uruş, soğuk uruş vaqtlarda. Yani Hindistan şu Sovetler bilan yıkılmagandan keyin Sovetlerden çıkarak aldı. Şununla bu kural sistemi şu Sovetninki kural sistemi. Fakat Sovetler yemirilgandan keyin bu Hindistan mı şu G'arblar bilan mı munosabatlarni qurib, o'zininki şu G'arb sistemini mi ekilishga tirishdi. Yani o'zininki kona, yani bu kona deganimiz bu Sovetninki sistemi bilan G'arbninki kural sistemini mundaqliqi apchesh qilmoqchi. Apchesh qilib turib, texmi mundaq bir kuchli bir holga ekilishga tirishgan. Hozirgi shu eng oxirgi shu jang qargan chog'da buni yaxshi moslashtira olmaganligini bu yerda ko'rgil bo'ldi. Xil sistemdagi qurollarni bir-biriga o'xshamaydi. Bularni moslashtirish chetdimi nurg'un meseleler chiqadi. Bu meselelerni hal qilish uchun seninkimi shu chetda bir ustun bir yuqori bir texnologiyaga ega bo'lishga to'g'ri keldi. Bu kural teknik meselesi. Yani yaxshi kurallarni eklegan bo'lsa, uni ishlatishninki o'zima bir qobiliyatimdi. Misalga budaqa shu jangda Fransiyadanki Refar degan bir to'rt yerim evlat bo'lgan bir urush aeroplani. Yani Yevropa devletler yaman jiqba bu. Bu yaxshi bir aeroplan aslında. Bu aeroplan budaqi Hindistan'ınki nimada şu Pakistan'ınki hücuma karşı qilamadı, karşı çıkamadı. Bunun sebebini ben biraz anlatayım. Bu Xitay'ınki Pakistan'a sitbegen F-10C degan. Yani Xitaylar Chang'e-C deydi. Bu aeroplanma şu Fransa'nınki Rafale degan bu aeroplan bilan o'xshash, yani derecesi o'xshash. Bazı teknik seviyesi mi o'xshab ketadi. Bu o'xshab ketgan aeroplanga taqaydigan raketmi mo'yinchi bu yerda. Raketmi mo'yin bu yerda. Bu Xitoyninki setvagan bu aeroplanga taqilgan bo'lsa, Xitoyninki Pili degan PL-15 bu roket. Bu roket 145-200 kilometre jiraftaki bir nişanlı uralaydigan. Ama bu Fransa'dan setvagan bu Rafale degan bu aeroplanga taqilgan roketler yani 100 veya 120 kilometre vurdu. Mana degan chog'da Xitoyninki seninkiden 30 kilometre çıkarak vurdu. Yani sen onu uramaysa o seni vurdu. Hem de bu nezriye chetdagi bir gap. Jang boshlab ketgandan asmanda uçup yurib urgan vaqtida ba'zan men degan o uzun mesafeler pek metlik bo'lmaydi. Ama budaqi mesele Hindistan'ınki yani meninki takip qilgancha hamda belki art planda boshqa meseleler mi bo'lishi mumkin. Hindistan'ınki bu aeroplanı uçup chegaraga qarab mangan vaqtida Pakistan'ınki bu aeroplanga qarshi bir nim deymiz baldur signal bergan aeroplanni uçurmaptı Hindistan. Bu nimaga ishga yaraydi deganda bu naydi yuqori bir yerde mushu tövendeki aeroplanlarninki qanday uçuş o bulan hammani signal berib hem Hindistan'ınki urush merkeziga yollaydı hem de uçup çıkan lüçkima bu haberini yollaydı. Ama hazır qargan chog'da bu Hindistan'ınki bu aeroplandaki lüçük bunu bilemigen gap. A tarafta Pakistan bo'lsa, Pakistan'ınki bu aeroplanı uçup chegara qarab
vaqtida Hindistan'daki radar sistemge körün. Ama yinki bu Araplarınki radaga asa tutulduğan o sistemni yiptipti. Yipetkenlikin radarda yaxşı görünmeydi. Ama radar bo'lmay turib, sen Hindistan'ın Araplarını qanday görse, Pakistan onundakin abaqiman degan baldur signal berish Araplarınki bergen nima bilan signal bilan yordami bilan uchib mangan gap. Ahirida shu nima inanki chegara ishchida, yani bu Keşmir rayonida bo'lyapti bu. Keşmir rayonidagi bu Hindistanning kontrol qilgan tarafda bu nishon ko'rindi. Nishon ko'ringandan keyin bu Pakistanninki Araplarni bu PL-15 roketni hemen koyuyordu. Koyduğundan keyin hozirgi 15 roket bu 3 qitim başvuruldu. Birincisi en başta Araplardan bunu uçuruşta bu nişanga karta bunu uçurdu. Uçurgan vaqtida bu yüksekке qarab mangdı. Yüksekке qarab mingandan keyin otni o'chirdi. Ot o'chirgandan keyin ondan tövenge qarab bu nishonga qarab mangdi. Shu nishonga to'g'ri kelgan chaqda ikkinchi qitim ot yoqdi. Ot yoqqandan keyin o shu nima uçupla shu tezlik bilan nishonga qarab mangdi. Nishonga kelay degan vaqtida 3-chi qitim yana bir kesh qila olaydi-da. Yani mushu angacha bu Hindistan'daki Araplarni ve Hindistan'daki mushu başkurduğun merkez buldu ve harbiyninki. Eşet onga köremede desem biraz hata olup kalam ki, yani bunun sezgürlük bile karmagan gapta. Çünkü bu başka Araplardan soradı da, ebek Araplar uruldu mu, urulmadı mı dep signalda soradı. Bu soraş degan gap mavu nimada sunni emralarda bunu takip kıldıgan yoki en yüksek yerlerge uçup durup ebeki jangni takip kıldıgan nima aksideydi ma g'arbliklar, yani baldur signal berdigan Araplar yoki onunga o'xshash bu insonsiz Araplar yo'qkan demdi. Signaldan sonra atkan karı. Çünkü ebeki bu baldur signal berdigan sistem bo'lgan bo'lsa, allaqachon bu xabarni berib bo'ladi, so'rashni hojat yo'q. Mushunga qarta, shu bir misolga qarta, Hindiston qo'lidagi isil qurollar bo'lsa, yaxshi ishiltamaganligini ko'rsatdi bu yerda. Şununla bu Hindistan'daki kural sahnesi köpeğiyordu. Ama okyanusga bu uçak gemisine mangızıyordu. Harbiy sahnesi köp, tağlık rayonu harbisi, hava harbi aygı çıkımızda planlayordu. Nurgun jetten güçlük bo'lgan bo'lsa, isil kuralını jangda ishiltalishish va jangni tutush jihatda ojiz qolganligini ko'radi. Bu harbiy jihatdagi tarbiya masalasi. Yani bu yerda taktik strateji jihatdagi nurg'un bu xatoliklar bu yerda ko'rinyapti. Yolg'izlar Hindistonning bir Araplarni emas. Yani Pakistan tarafida degina qaragan chaqda 5-6 Araplarni tushirganligini davdi. Buni tugün bilinişmem. Yani bu da Pakistan koludaki şu Araplarını, kurallarını naydı ustalıkla işletkenimi köstüdü bir yerde. Yani bunda diyen çağda Pakistan şu Xitay'nın ki kurallarını Xitay üçün dünyaya bir reklam kıpırgen oldu.
Hem de bolsa bu Pakistan belki kurallarını tekimi yığınlap, tekimi kılışı mümkün. Ama g'arbliklarıma bek yaxşı bolmadı bolupmu Fransiya. Çünkü Araplarını çıkarak setiş için Araplarınınki kabiliyeti, fonksiyonu yaxşı buluş lazım. Ama bu da bir roket bile urup düşürüvetkenden ki bu Araplan setişkime bir dahil bo'lib qoldi hamda. Bu jang degan yerda bir narsani qaytib qo'yay. Bu Adam Smith degan bir adam bordi 16. asrlarda Angliyaninki bir iqtisod mutaxassis. Onunki deydigan bir gapi var, shu iqtisod va bozorni tankash qildigan bir ko'rinmagan bor deydi. Sen ming planlasan, ming nima ish qilsangmi, o qo'l uni tankash qiladi deydi. Ya u yoqqa, ya bu yoqqa. Shuningga bir gap bor-ku, uydagi plan bozorga maslahatli degandek. Xo'sh, xo'sh. Çünkü bozor ashunda bir ko'rinmagan bir qo'l tanshaydi. Ashuna 19. asrın ahırlarda yani 30'lar Öman'ınki bir strateji. Bazı canlılarda hemen hemen normal halda bulup canlımı futuvalımız da planlap kelsek canlı futurettik. Demek ki canlıma körünümügen bir nesle var. Şunun okşaş can bugün canlı sen futuvalgan bolsan yani bir canlı sen futuritse. Şununla her bir canlı analiz kılıp bütün hatalarını, hamseverliklerini hemmeni tatınımay hemmeni çıkırışka doğru geldi. Yani bir kıtımki canlı ziyan tatması için. Hindistan bunu kılalamda kılmamda bilmeyim ama Pakistan bu da bundan belki ilham aldı. Bu özgün işçilik deyimiz bu. Oma hele ondan bir yerge kelgen boldu deymen. Hem de bu Pakistan'ınki siyasi temponsuzluklar, siyasi uruş cideller, onun için degan Balochistan meseleler, o Xitoyga qarshi terör faaliyetlerine bağlı Pakistan'da. Onun için Xitoy bilan Pakistan'ınki nima koridor degandek nurg'un meseleler shunma o'ziga bo'lgan ishonchi ko'payishi bilan balki buningdagi yaxshi boshqarib ketilishi mumkin. Hamma yaxshi tamannini desakmi, Kashmir meselesi hal bo'lmaydigan bir mesele deb ko'rinyapti. Ya'ni ikki davlatni yana ashuna bir jangga so'rab akirdigan ashuna bir ahvol yanıla badek turdu bu. Shu. Xo'sh.